E'tiboringizni ilk lavhamizga qaratamiz. Bugun dunyo bo'yicha til o'rganishga bo'lgan jarayonlar nafaqat maktab yoki universitetlarda, balki raqamli platformalarda ham jadallik bilan rivojlanmoqda. Ayni paytda statistik ma'lumotlarga qaraganda yer yuzida taxminan 1,5 milliard kishi faol tarzda chet tillarini o'rganmoqda. 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlarni 70% dan ortig'i kamida bitta til o'rganish uchun kurslarga yozilishmoqda yoki bo'lmasam mustaqil ravishda o'rganishmoqda. Muxbirimiz Monika Qurbonova aynan Xorazmdagi yoshlar misolida til o'rganishga bo'lgan jarayonlarni kuzatib, ular haqida lavha tayyorladi. Demak, birgalikda tomosha qilamiz. 5 million sun'iy intellekt yetakchilari loyihasi doirasida hududlar kesimida o'quvchilarning sertifikat olish ko'rsatkichlari e'lon qilindi. Natijalarga ko'ra, Xorazm viloyati mutlaq yetakchi sifatida qayd etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 24-aprel holatiga ko'ra Xorazm viloyatida 87,425 nafar o'quvchi sertifikat olgan bo'lib, bu umumiy ko'rsatkichning 34%ni tashkil etgan. Bu natija viloyatni boshqa hududlariga nisbatan katta farq bilan oldinga olib chiqqan. Ayniqsa bugun chekka hududlarda istiqomat qilayotgan yoshlarning chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganligini alohida ta'kidlash lozim. Bu sohaga kirib kelishim universitetda, Urganch davlat universiteti xorijiy filologiya fakultetini tugatgandan keyin va o'qishimiz oxirida IELTSdan 8 ballni qo'lga kiritganimdan keyin o'zimga o'xshagan yoshlarga va chekka hududlarda ta'lim olishni, nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy top universitetlarda o'qib, o'zlarining bilimlarini va ko'nikmalarini davlatimizni rivojlantirishga hissa qo'shmoqchi bo'lgan yoshlarni tarbiyalashga yordam berish maqsadida o'quv markaz ochish niyati paydo bo'lib qoldi. Ammo dastlab oddiy o'qituvchi sifatida moliyaviy qiyinchiliklar bo'lganligi sababli maktabda o'z faoliyatimizni boshladik. Bir necha xonalarda oddiy 10-15 ta o'quvchi bilan tayyorgarlik ko'rgan holda prezidentimizning tashabbuslari bilan Yangi O'zbekiston 2030 yoshlar ishlari agentligi ko'makligida yoshlar tadbirkorligi rivojlantirish jamg'armasi yordamida ko'mak loyihasi asosida 130 million so'mni loyihamiz qo'lga kiritdi va shundan keyin Gurlan tumanimizda eng zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan o'quv markazi tashkil qildik va qisqa muddatning ichida 100 dan ziyod o'quvchilarni chet tili fanlarida sertifikatlarga tayyorlab, oliy o'quv yurtlariga tayyorlab kelmoqdamiz. Shu paytgacha o'quvchilarimiz orasida juda ham ko'p natijaga erishdik. Oxirgi tayyorlagan guruhlarimizda 100% hammasi sertifikat olgan o'quvchilarimiz, balki undan tashqari xorijiy universitetlarda, ya'ni King Saud universitetiga 100% grant yutgan o'quvchilarimiz bor. Westminster xalqaro universitetlarida tahsil olib kelayotgan, undan tashqari jahon tillari universitetlarida tumanimizda eng ko'p o'quvchilar kiritgan o'quv markazi sifatida hozir faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Nafaqat bakalavriat, balki magistratura hamda doktoranturada ham tahsil olib o'zlarining ilmiy ishlarini yoqlayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Ajratilayotgan grant va subsidiya mablag'lari ko'plab yoshlar zamonaviy ta'lim olish imkoniyatini yaratyapti. Bu esa ularning xalqaro bilim va tajribalarini egallashlariga ham xizmat qilmoqda. Hozir siz oddiy bir biznes boshlayman desangiz, har qanday bankdan olaman desangiz, kamida 26 yoki 30% gacha sizga pul mablag' ajratiladi. Ammo ko'mak loyihasi hech qanaqangi foizlarsiz, hech qanaqangi ortiqcha to'lovlarsiz va ortiqcha hujjatlar talab qilmasdan o'sha bir darajada kamida sertifikatga ega bo'lgan yoshlarni va o'zlarida oldiga maqsad yoki maqsad takliflari, loyihalari bo'lgan o'quvchilar, yoshlarni qo'llab-quvvatlab, ularni tadbirkorlikni rivojlantirish uchun juda ham katta qanot ko'mak bo'lyapti bu. Biz uchun bu yuksak ishonch va qo'llab-quvvatlash imkoniyat va undan tashqari juda ham kuchli mas'uliyat. Sababi bu qadar davlat rahbarimiz bizga e'tibor qaratganliklaridan keyin va biz ham o'z o'rnida javob va natijalar bilan o'sha ishonchlarni oqlashimiz kerak bo'ladi. Kelgusida o'quv markazimizni yana ham tarmoqli hamda tizimlashtirilgan holda kengaytirish, o'quvchilarni nafaqat til, balki kitobxonlik, undan tashqari yana kelajak kasblari bo'lmish IT, kompyuter savodxonligi bo'yicha ularni tayyorlab, O'zbekistonimizni yana ham kelajagini o'zgartira oladigan va kuchli davlatga aylantira oladigan poydevor yaratuvchi yosh kadrlarni tarbiyalab berish uchun qo'ldan kelgancha harakatimizni qilib, markazimizni xorijiy tashkilotlar bilan shartnoma imzolash orqali chet el universitetlaridan bu yerga kadrlar olib kelib, xalqaro o'qituvchilarda mana shu markazlarimiz ish olib borishlarini ta'minlash, bundan tashqari xususiy maktab, xususiy universitet darajasiga chiqish maqsadlarimiz bor mana shu yaqin 5 yillikda. Shoira hali endigina 11 yoshda bo'lishiga qaramay, ingliz tili bo'yicha B2 darajani qo'lga kiritgan. Uning yutug'i nafaqat oilasi, balki tengdoshlari uchun ham katta motivatsiya bo'lmoqda. Kichik yoshdanoq bilimga chanqoqligi va maqsad sari intiluvchanligi bilan ajralib turayotgan qahramonimiz kelajakda xalqaro darajadagi mutaxassis bo'lishni orzu qiladi. Boshda men qiynalganman, ya'ni speaking, writing deganlardek
Buni boshida 6 yoshimda, ya'ni menga akam o'rgatishni boshlagan. Ya'ni u vaqtda kichkina bo'lganim uchun menda harflarni telaffuz qilishdan boshlangan va menga ozgina bir ingliz tili lug'ati olib berishgan va kichkina matnlarni o'qitishga chorlashgan. 7-8 yoshga, ya'ni maktabga borishni boshlagandan keyin menga ozgina osonlashgandek tuyuladi, chunki kichkina bo'lishimga qaramay menga inglizcha multfilmlar ko'rsatdi. O'sha paytda speakingni rivojlantirish uchun payt bo'lgani uchun speakingni rivojlantirib qolganman. Lekin baribir katta bo'lgan sayin men shu speaking bilan qolib ketmasligimni tushunib yetganman. Gaplashishni davom etganman. Menimcha 3-sinfimda yoki 2-sinfda akam bilan gaplashishni boshlaganmiz. Ya'ni akam menga bitta matnlar o'qib bergan, vaqtida savollar berishni boshlagan. Kimdir kichik yoshdan ilm olishga intiladi, harakat boshlaydi. Bu esa o'z navbatda kelajak uchun qo'yilayotgan muhim qadamdir. Hozir prezident maktabida o'qiyapti. Hozir men 4-sinfligimda inobatga olganda bu yil meni imtihon boshlanadi. Umid qilamanki, prezident maktabga kirib ketaman. Akam menga aytib berardi, u yerda darslar ingliz tilida olib boriladi, masalan, biologiya, kimyo yoki boshqa. U yerda ingliz tilini o'rganishing kerak va prezident maktabga kirishing uchun ingliz tili kerak deb meni shuning uchun o'qitdi. Orzu qilgan universitetlarim Garvard yoki chet tili universitetlari. Oldinlari o'quvchilar chet tillarini o'rganish uchun shahar markaziga qatnashishlariga to'g'ri kelgan bo'lsa, bugun eng chekka manzillarda ham yoshlarning bu boradagi intilishlari inobatga olingan.